Mehmonga chaqirganman Turkiyadan, bilasizlar, hozir shu yerdalar. Deyarli har kuni menga turmushga chiq, bola tug', erga teg, top yaxshi. Yo'qmi там нормальный erkaklar u yoq bu yoq deyiladi, tug'ib olgin deyiladi. Я понимаю то, что ular menga yaxshilikni ravo ko'radilar, yaxshi hayotni ravo ko'radilar. Lekin meni hozirgi xohishlarim absolyutno boshqacha. Aytadilar, vaqt tez o'tib ketadi. Men bunga отчет beraman o'zimga, to, что vaqt tez o'tib ketadi, hayot ham tez oqib ketadi suvda. Lekin hozirgi meni prinsiplarim va hozirgi o'zim xohishlarim absolyutno boshqacha. Ya'ni turmush qurish, farzand tug'ish, u narsa peshini taqdir deb o'ylayman va o'z vaqti bilan keladigan hayotiy bir holat deb qabul qilaman. Ammo lekin bu narsa meni maqsadim emas hayotdagi. Maqsad bu absolyutno boshqa narsa. Oila, farzand tug'ish bu boshqa narsa. Sizlarga ham tavsiya qilaman, hech qachon даже eng yaqinlaringlarni ramkalariga va sizlarga uqtirayotgan qanaqadir nima deydi, tavsiyalariga qanaqa gruba javob bermasam bo'ladi bu narsaga. O'zingizlarning hayotingizda yashanglar, ya'ni o'zingizlarning xohishlaringizlar, o'zingizlarning planlaringizlar bilan yashanglar. Chunki faqat va faqat siz bilasiz qanday baxtli yashay olasiz. Misol uchun, xolamni meni yoshimda turmushga chiqib, farzandli bo'lishlari baxtli qila olgan bo'lishi mumkin, qila olishi mumkin bo'lgandir. Lekin meni hozirgi yoshimda meni planlarim, meni hayotimdagi maqsadlarim absolyutno boshqa bo'lgani uchun bu narsani maqsad sifatida qara olmayman turmush qurishni. Davay menga uylan, davay men sendan tug'aman deb boshqa erkakga men yopishib olmayman. Men absolyutno prinsiplarimga to'g'ri kelmaydi. Vaqti keladi, men aniq bilaman, o'zim insonimni uchrataman va u insondan farzand tug'aman. Bu narsa обязательно emas. 18 yoshda, 20 yoshda, 24 yoshda odamlar qanaqadir miyasidachi deadline qo'yib olganda, o'sha deadline'ga qarab yashashni xohlaydi. Lekin unaqa bo'lishi kerak emas inson zoti. Vaqti keladi. Balkim hozirgi vaqtda siz misol uchun farzand tug'siz, farzandingizga yaxshi qara olmassiz, balkim 30 dan keyin yaxshi qara olersiz. Misol uchun hech qachon odam absolyutno men bu vozrastda men onalikka tayyorman deya olmaydi. O'shaning uchun meni hozirgi maqsadlarim ish, karyera, o'qish va hokazo, o'zimni realizatsiya. Men xohlamayman hozir erga tegib olib, qo'lim ko'sa, sochim supurgi bo'lib yashashni, misol uchun. Hamma narsa, har xil narsa baxtli qila oladi. Amanda absolyutno boshqa narsalar meni baxtli qiladi. Поэтому aytmoqchimanki, hech qachon birovlarning ramkalariga kirib olmanglar. O'zingizlarning hayotingizlar, o'zingizlarning tanlovingizlar bo'lsin va o'zingizlarning maqsadlaringizlar bilan yashanglar. Hammanglarni yaxshi ko'raman.